İyi yo'lini to's. Yaxshi, tanishaylik. Ye. Ha, ye. Voy, qochinglar yo'limda. Nomeringizni bering, yoqib qoldingiz. Yigitim bor, hozir telefon qilib chaqiraman, kelib dabdalanglar chiqarib ketadi, xo'pmi? Dabdalamizni? Ha. Telefon qil. Ha. Hozir. Allo, bo'yni qattig'im, qayerdasiz? Tez oldimga keling, men ikkita so'takchalar jahlimni chiqaryapti. Ha, kelib sochib tashlang. Bo'pti. Bo'yni qattig'im deydimi? Hozir kelsa borib bo'ynidan shunaqa bo'g'aman. Bo'ynini zo'raman. Yo'q. Ha. Men ana bo'yniga uraman, bo'ynida qarzlari ham uzilib ketadi. Undan tashqari ana meni bo'ynimda qarzlarni ham uni bo'yniga o'tkazib yuboraman. Bo'ldi, kesin Kesin hozir. Ana, yigitim kelyapti. Shularni gapirdi. Sen buni hali bo'ynidan ushlab bo'g'ib uraman dedi. Bo'yni yo'q ekan buni. Menda bitta reja bor. Qanaqa? Aka, biz o'zi kelsangiz bo'yningizdan bo'g'ib bo'yningizga uramiz deb plan qilib qo'ydik hozir. Qarasa bo'yningizdan yo'q ekan. Ha, o'shanga bu razborni boshqa kunga reja qilaylikmi? Sal biz boshqa joylarimizga urgani plan qilib olamiz. Undan ko'ra nimadir planing bormi? Menda bitta plan bor endi. Gvazdi yo'rda, bu uradigan. Temir gvazdi yo'qman, u temir joyni narsa qilib bersan. Yo'q, bunday qilib bo'ynini ko'tarib turaman. Sen urib olasan, yana tushirib qo'yaveraman. Kakilar ana qizargan joylari ko'rinmaydi. Ha, o'zingda nima reja? Endi ana urushayotganda chanqaymiz-ku. Ha. Aslında akani ko'yniga kelmasa mo'rtchami dedilar. Ha, zo'r fikr. O'zingizda nima plan aka? Bilmasam, rasa bo'ynimga osilishtirmay keling. Bo'yningiz yo'q, qanday osilamiz?